Assalomu alaykum, Asadullo Mebel kanalini hurmatli obunachilari. Mana bugun 6-may sanamizdagi chorshanba bozorimiz. Xudo xolasa yangi narsalar chiqqan, kuxunnilar, stol, ustol, jurnalni stol, shifoner. Xullas nima so'rasalar ham xudo xolasa hamma yo'g'imiz bor, komplektlarimizdan ispaniganli kunlarimizgacha. Asadullo bularda narxlari bilan, razmerlari bilan birma-bir obunachilarimizga tanishtirib o'tsangiz. Asadullo Mebel kanalining obunachilariga juda bomba narxda, juda chiroyli narsalar kelib qoldi. Kuxunligimiz. Holatlari ideal holat. Stalishnisti eganicha. Stalishnisti. Egalar zakasiga sattirgan. Juda chiroyli qilib. Buni eni 80 sm, bo'yi 220. Chiroyli holatda turibdi. Qoshlarigacha qildirib. Buni obunachilarimizga 600 ming so'mga beramiz. 600 ming so'm, ustilari stalishnisti. Yaxshisidan. Xo'p, keyingisi 2 metrli varianti. Bu ham chiroyli holatda turibdi, o'rtalar tortmali. Bularda suv qoshiq ho'licha tashab bersa ishib netmasinga. Yo'q, bu mana tagi DPB, mana ko'rayotgan. Stalishnisti ekan, o'shanisini aytadi. Mana shunisiga e'tibor berib qo'yasizlar. Bu polkalari bor. Chag'iladiganlarigacha hamma yo'q, xullas bexijolat narsa ekan. Xohlasa. Bunimiz razmeri 2 metr, uzun. 2 metr, bo'yi 220. Bo'yi 220. Obunachilarimizga buni bitta aybi mana masjidida bor ekan. Narxini 1,5 million so'm qilib beraylik. 1,5 million so'm, mana shu mo'ykalari bilan. Mo'ykalari bilan tayyor shlankalar turib, faqat bitta simsitel qo'yilsa bo'ldi. Simsitel. Qolgan yuzida hech qanaqa ayb yo'q. Ayb nuqsoni yo'q, xudo xolasa. 1,5 million so'm dastavkasi kelishgan holatda. Kattagina chiroyli narsa. Keyingi shifonerimiz. Shifonerimiz pulkadlar joyida turibdi. Bir tarafi shilkali, ikkinchi taraf pulka. Bu hali arzon varianti. Har safar ko'rsatib o'taman ishlarini obunachilarga. Buni obunachilarga 500 ming so'mga beramiz. 500 ming so'm. Hop, keyingisi kompyuterli stol. Mana. Bag'a printer qo'yadi hollari, narsa soladi hollari. Bu hamma yo'q bor, mana yerdan to'g'ri hollari, kompyuter to'g'ri. Xo'p, buni razmeri necha? 140 bor, a? 140 ga 70. 140 ga 70 deydi. Buni obunachilarimizga narxini 400 mingga beramiz. 400 ming so'm. Bu keyingisi oppoq stenkamiz. Oppog'idan so'raganlarga. Bu 3 ga bo'linadigan variant. 3 ga bo'linadi, adden bo'ladi bemalol. Keyin bunisi ham laminat ekan, obunachilar. Aynali bas. Ashinisiga ham e'tibor berib qo'yasizlar. Ashinisicha qimmatroq yuradi o'zi. Yangini sotishayotganda ham laminatli variant qimmatroq bo'ladi. Chunki idish tovoqlar turganda ham bexotirjam bo'ladi. Hammasiga polka qilgan ekan. Bor, ha. Buni bo'lmaydi. Sveti nimaga boshqa deydigan bo'lsalar ham buni o'zlari qildirgan ekanlar. Xo'p, buni obunachilarimizga 3 ga bo'lingan holda 1,5 million so'mga beramiz. Ideal holatda yangi turibdi bu holatda. 1,5 million so'm. Buni defektlari hech qanaqa ayb nuqsoni yo'q. Dastavkasi kelishgan holatda. Keyingisi 400 ming qilib beramiz obunachilarimizga, yaxshi yuzga yangilayapmiz. 400 ming so'm. 400 ming so'mga trimi kattagina. Ham rangi ham chiroylisidan. Qufigini ham beraman o'shaning ichida. Tabur etkasi ham. Xo'p, buni ham aksiya qilib beramiz obunachilarimizga, rossiyskiy narsalarimizni bugun. Holatlar juda chiroyli turibdi, stenkalarimiz. Hammasining ichida polkalari joyida. Boshi-moshlari o'ziniki. Bahilgilari almashgan. Bahilgilarini yangilaganmiz. Ha, mana unisi yangilangan ekan. Qolganlari o'ziniki ekan ko'pi. Buni tortmalari, polkalari hamma joy-joyida, xudo xolasa. Ikki tarafi shkaf. Hali ko'p obunachilarimiz shkafligini so'rashadi. Bo'yi ham baland. Bo'yi 230. Eni 3,5 metr, 4 metr joyga tushaveradi. Aniq razmerini o'lchab qo'yamiz. Polkalar joyida. Buni obunachilarimizga narxini shilkasini qo'yib qo'yamiz. Hop, buni obunachilarimizga narxi 2 million so'm dastavkasi ichida qilib beraman. Bo'lsa 2 million so'm dastavkasi ichida. Stenka paytida 3,5-4 million sotilgan stenkalarimiz emas. 2 million so'm. 2 million so'm har bittasi o'rtasidan bo'linadi. Bemalol yop kirishga qulay-ki. Jurnalni stolimiz. Jurnalni stolimiz high-tech formada egalari qildirtirgan. Tagigacha двойной laminat qilib, tevasiga ham laminat qilib, oyoqlari ham juda baquvvat ishlangan. Razmeri yangi bu.
Yangi-da. Hech qanaqa ayb nuqsoni yo'q. Nuqsoni yo'q. Yangi desa ham bo'laveradi-yu. Eni 90 sm, bo'yi 1.40 1.5 bor. 1.40 deylik. Yo'q, bu 1.40 bor. 1.30 ga 80 bo'lsa kerak. 80-85. Xo'p, Bunimiz narxi nechi pul? buning narxini obunachilarga 400 ming so'mga qilib beraylik. 400 ming so'm. Keyin 12 tali stol ustulimiz. Mana chiroyli holatda turibdi. Stol ustulimiz kapalay fasonda o'tirganda yelkalar ham bemalol tegib turadi. Buni obunachilarimizga o'tgan safar 3 million qo'ydik. Tezroq joy bo'shatishga 2 million 900 ming so'm vodiy bo'yicha dastavkasi bilan. 2 million 900 ming so'm. Yana bir xilga obunachilarimiz bularda eskini o'rab qo'yasizlar deyishibdi. Mana ochib ko'rsatamiz. Bu prosta chang bo'lmasinga o'rab qo'yamiz. Mana holatini ko'ryapsizlar. Materiallari ham bunaqa kir, nima joyi yo'q. Bizda unaqa nima bo'lmaydi. Prosta endi mehnatimizga achinganligimiz uchun mana ko'ryapsizlar, laklar ideal darajada turibdi. Qaysi birini ochib ko'rsating siz, ochib ko'rsataveramiz. Kuni bitta obunachimiz icha xafa bo'lgandek bo'ldilar. Sizlarni eskilarni o'rab ashna qilib bergansizlar dedilar. Mana xollaganlarini ochib ko'rsatamiz. Bizda unaqa nima bo'lmaydi. Aybi borini aybi bor deyiladi, yo'g'ini yo'q deyiladi. Mana holatlari ideal holatda, salafandi ichida uncha ko'rinmayapti. O'shaning uchun mana stollarini tepasi, stolini bitta aybi bor mana. Batiga rang tegizib bersa, mana yo bo'lmasa dasturxon solib qo'yilsa, mana yoqlardan ko'rinmaydi. Aybi borini bor deymiz, yo'g'ini yo'q deymiz. Keyingi joyimizda obzor davom ettiramiz. Ikkinchi joyimizga ham kelib oldik. Spaniga turdi. Ideal holatda. Qurchog'ini olib kelib berganmiz, xudo xolasa. MDFdan matraslari yangi, razmeri ham kattagina. 170 ga 220 razmeri bo'yi. Haqiqatan Spaniga turdi. Udar holatda turibdi ekan. Juda chiroyli holatda turibdi. Bu 3 ga bo'linadi, shifoniya. Shifoniya 3 ga bo'linadi. MDF eshiklar ikkita chekkasi bishilkali, o'rtasi polkali bo'ladi. O'rtasi polkali variantda. Xo'p, mana shu razmeridan tanishtirib o'tib ketding mana shu tomondan. Razmeri eni 240, bo'yi 230, shu qoshigacha. Qoshigacha 230. 3 ga bo'linadi. MDF ekan. MDFdan 3 ga bo'linadi. Xo'p, trimosning razmeri 1.5 ga 180 bo'ladi bo'yi. 1.5 ga 180. Trimosning holatlari chiroyli holatda ekan. Juda chiroyli holatda turibdi. Tumbalari ham kattagina. Ichlari ham keng. Eshiklari ham MDF holatlari. Matrasini ko'taringchi, taylari yoppa dispimi? Ha, bitta butun ekan. Butun bo'liq bas ekan, butun dispi. Va xolasa buni obunachilarning dastavkalarini bilan qilib beramiz. Bemalol aloqaga chiqsa. Dastavka ustanovkasi bilan, ustanovkalari bilan 4.5 million so'm vodiy bo'yicha dastavka ustanovkasi bilan qilib beramiz. Oqshom yangi matraslarda turibdi. 4.5 million so'm dastavka bemalol ustanovkasi bilan. Yangi deb ishlasa bo'laveradi. Buni bitta aybi, mana shu oqarib qolgan joyi bor ekan. Tumbasini. Qolgan yog'ida ayb nuqsoni yo'q. Chiqadida o'pirilgan ekan. Eng qiziq joyi kravati. Bosh tomonlari ham boringki, biz bo'yimiz bilan teng 1.60 1.70 hisobda. Juda ideal holat. Juda chiroyli holatda turibdi. Detskiy garniturimiz ham bor. Detskiy garniturimiz. Buni zakazga yasattirilgan ekan. Zakaz qildirtirgan o'zi uchun. G'aladonni ham ochib ko'rsating. Ideal holatda turibdi ekan g'aladonlari ham. Juda chiroyli holatda bishilkalar, tevada polkalar, bag'da polkalari ham juda seroq. Ikki tomoni o'yinchoq teraydi. Keyin razmeri ancha katta narsa bu. Katta shifoniyalar bilan razmeri bir xil. Eni 1.60, bo'yi 200 sm. 2 metr 3 sm. 2 metr deng. 2 metr. 1.60 ga 2 metr. Holat chiroyli holatda. Kravatning razmeri-chi? Kravatning razmeri 90 ga 1.90 razmerda, tayda tortmalari ham bor. Katta bo'lguncha uylanib turmushga chiqquncha yotaverar ekanda. Matraslari ham juda chiroyli holatda, machalkali. Yonida tortmasi ham bor ekan. Bosh tomonni yangi material qoplab berilgan. Chiroyli materiallar qoplab berilgan. Bemalol bitta farzandga olib bersa, maza qilib ishlataveradi. Bunimizning narxi necha pul ekan? Ikkalasining narxi ham obunachilarimizga 1 million so'm qilib beramiz. Dastavkasi kelishgan holatda. Ikkovi 1 million. Ikkovi 1 million. 1 million so'm dastavkasi kelishgan holatda. Kravatimiz bosh taraflari ochiladi. Mana ikkala tarafda ham narsa qo'yadigan joylari bor.
Matraslar yangi. Bu 60 ga 210 razmerda matraslari. Oqshom matras. Buni tayinib ochib ko'rsataylikchi obunachilarimizga. Mana tayyor. Buni ham tayyor yoppa Tayyorlar ham dispi. yo'qqa dispi buniki. Gayga bolta O'rta- terilgan hamma yo'q. O'rtalari mana gayka bo'lib terilgan. Buni ayb nuqsoni yo'q, a? Ayb nuqsoni yo'q bunda. Chiroyli holatda turibdi. Ayb Buni nuqsoni. obunachilarimizga 1,5 million so'm dastavkasi bilan qilib beramiz vodiy bo'yicha. 1,5 million dastavkasi bilan. Dastavkasi bilan. Mana. Nima aloqa chiqishi uchun. Keyingisi. Keyingisi Ruminiya ishlab chiqarilgan antikvar narsa, yog'ochdan ishlangan, mexaniki bo'ladi, yechiladi. Temir kravatga o'xshab yechilaveradi. Tumbalarigacha taxta bo'ladi. Bu manulari ham yog'och mana. Xullas yog'ochdan. Razmeri. Xo'p, bu 70 ga, bu 90 razmerda. 170 ga 190. Chiroyli holatda. Buni ikkita tumbichkasi, agar kimga zarar bo'lsa, trimosi ham. Trimosini 250 ming so'm qilib beramiz. Buni 1 million 200 ming qilib beramiz, ikkita tumbasi bilan. Ikkovini olaman deganlarga 1 million 450 ming so'm. Xudo xolasa mana. Aloqa chiqsa, dastavkasi kelishgan holatda. Keyin paltarushkamiz. Matras juda baquvvat narsa. Egalari rossiyskiy kravati yangicha qilib o'zlariga moslashgan. Matraslar rossiyskiy. Matras rossiyskiy, karkasini yangicha qilishgan. Prujina. Mana shu tayinibdi ko'rsataylik obunachilarimizga. Ey Alloh. Mana oyoqlari splashnoy ham, yonlari ham двойной ekan mana bitta bunisi, yangisi mana. Bular temirga mana gayka bo'lgan. Egalar o'zi uchun qildirgan narsa bu. Buni bosh tomonlarini ham yangi material qoplab berilgan. Buni obunachilarimizga 600 ming qilib beraman. 600 ming so'm dastavkasi kelishgan holatda. Trimoyimiz. Trimoyimiz Toshkentda ishlab chiqarilgan, juda chiroyli holatda turibdi. Buni ayb nuqson yo'q, ideal holatda. Polkalari bor ekan, bu. Polkalari bor. Biror joyda ayb nuqson yo'q. Oynalarni ham changini artsa bo'ldi. Xo'p, bunimiz razmeri nechiga necha hozir? 1,5 metrga 170 razmerda 500 ming qilib beramiz obunachilarga. 500 ming so'm. Sondiqlarimiz. Bu pivadeni 150 ming qilib beramiz, pastellarni 200 mingdan qilib beramiz. Tanlab olish uchun. Sondiqlarimiz 200 ming so'mdan, tepada tumbichkamiz 150 ming so'm. Buni yakandoz yig'adi. Yakandoz yig'adi qilsa bo'ladi. Manuga ham yakandoz yig'sa ham bo'laveradi. Sondiq ichi keng MDFdan ishlangan. Sondiq javonimiz. Sondiq javonimiz adden ham beraveramiz. Kimga nima zarur bo'lsa, nima zarur bo'lsa beraveramiz. Agar ikkovini olaman deganlargacha. Kelishtirib beraveramiz, ikkovini olamiz deganga. Buni narxini nech bildingiz ikkovini? Xo'p, pastligini 500 ming qilib beramiz. Tevadini 250 ming qilib beramiz. 250 ming so'mga javon, taxtali javon. Mana taxtalar. 250 ming so'mga. Toza taxtadan ishlatilgan. 250 ming so'm. Sondiq ham ideal holatda, bemalol telefon qilsa, ichlarigacha rasmini tashab beraveraman. Kimga sondiq zarur bo'lsa, bir tirqish-pirqishi, ochiq joyi, yorug' joyi yo'q bunda. Xo'p, 500 ming so'mga 250 ming so'm. Xo'p, ichkarida ham ugalogim bor edi. Ashuni ham ugalogimiz keldi, xudo xolasa. Buni obunachilarimiz xudo xolasa juda chiroyli holatda turibdi. Buni yudirib berilgan materiallarini ichi kir holatda edi. Yudirib yangidek qilib berilgan, xudo xolasa. Materiallar, razmerlari ham ancha kattagina. Nuqsoni yo'q. Bu 320, 330 ga 230 li variant-a? To'g'ri shunaqasi. 330 ga 230 li xon taxtasi ham ayni. Ayni. Roli. Bo'ldi. Bemalol aqabaqa jildirilaveradi. Egalari ko'tarib yurishmaydi. MDFdan ustini bitta artib tozalab yuborilsa, chang bo'lib qopti. Ikkita pufigi bor, bitta aybi mana buncha o'xshayib qolgan. Aybi shu xolos. Bitta paklar tashlab bersa ham bo'laveradi. O'zini ishlatsa ham bo'laveradi. 220 ga 220. Bunimizning narxi necha pulga? Buni obunachilarimizga narxini 2 million 800 ming so'm vodiy bo'yicha dastavkasi bilan qilib beramiz. 2 million 800 ming dastavka ustanovkasi bilan. Xo'p, keyingisi. Yana bitta bor ekan. 3 ga bo'linadi. MDFdan bu ham chiroyli holatda. Bu ham polkali variant. Taxtali variant ekan. Buni narxini obunachilarimizga 1,5 million qilib beramiz. 1,5 million so'm. Dastavkasi kelishgan holatda buni. Kelishgan holatda dastavkasi kelishgan. Bu stol ustulimiz ham bor. Rossiyskiy stol ustul, baquvvat stol ustul so'raganlarga. Ham chiroyli holatda turib, materiallari radnoy. 6 ta stuli. 6 ta stul. Mana katta holati. Mana kichrayib, mana ichiga kirib ketadi. Kichrayadi. 6 ta. Bu 8 taga moslab berilgan. 6 talikka kichraytirsa bo'laveradi. Bunimiz narxi necha pulga? Buni narxini
1 million qilib beramiz. 1 million so'm, 6 ta stuli, bitta xona. stoli bilan. 1 million so'm. 400 ming so'mga tremoyimiz ham bor. 400 ming so'm. 400 ming. Holatlari chiroyli holatda. Chiroyli holatda. Bemalol pastki nomerda telefon qilishsa, chiroyli holatda xudo xolasa. Ertaman mana video oldik. Hali sotilib ketib qoldi. Qachon eski video bo'lsa, telefon qilishsa, sotilib ketdi desa, aldayapsizlar degan narsa emas. Ertaman telefon qilsalaring, chiroyli holatlarda qilib yetkazib olib borib beriladi. O'sha olib borib bergandan keyin pulni beriladi bizda xudo xolasa. Bemalol pastki nomerga aloqa qilishinglar.